Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum bizning doimiy muxlislarimiz. Efirda yana siz bilan Kids News dasturi. Bugun dasturimizda Xitoylik olimlar koinotdan inson yuzlarini tiniq ko'ra oladigan kamera yarashdi. Microsoft kompaniyasi yaqinda kvant kompyuter sohasida muhim yutuqqa erishdi. Teaser kompaniyasi falaj odamlar uchun aql bilan boshqariladigan texnologiyalar yaratmoqda. mamlakatimizga Pokiston Islom Respublikasining bosh vaziri Shahboz Sharif tashrifi, sport yangiliklari va maktabimiz faoliyatidan eng qiziqarli lavhalar tafsiloti bilan tanishamiz. Xitoylik olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi kamera texnologiyasi koinotdan yer yuzasidagi yuzlarni aniq ko'rish imkoniyatiga ega. Ushbu kamera yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish orqali koinotdan yer yuzasidagi inson yuzlarini tiniq va aniq ko'rish imkoniyatiga ega. Ayniqsa xavfsizlik sohasida bu texnologiya yordamida yer yuzasidagi obyektlarni aniq va tiniq ko'rish imkoniyati kuzatuv va monitoring tizimlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. Microsoft kompaniyasi yaqinda kvant hisoblash sohasida muhim yutuqqa erishdi. Ular Majorana 1 deb nomlangan yangi kvant chipini taqdim etdilar. Ushbu chip topologiya yadro arxitekturasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, millionlab qubitlarni bitta kaft o'lchamidagi chipda joylashtirish imkonini beradi. Bu esa kvant kompyuterlarining ishonchliligini oshirib, xatoliklarni kamaytiradi. Bu chip kvant mexanikasi yordamida murakkab hisoblashlarni bajarish imkonini yaratadi. Bu esa kimyo va materialshunoslik va boshqa sohalarda yangi yutuqlarga erishishga yordam beradi. Majorana 1 chipi qattiq, suyuq yoki gaz bo'lmagan topologik super o'tkazgichdan foydalanadi. Kompaniyaning aytishicha, chip hozirda 8 ta kubit yoki kvant bitidan foydalanmoqda va 1 million kubitgacha o'lchash imkoniyatiga ega. Teaser kompaniyasi Neuralink'ga o'xshash neyrochip yaratish ustida ishlamoqda. Neurotik kompaniyasi bilan hamkorlik qilib falaj odamlarning robotlar, dronlar va matn yozish tizimlarini fikr kuchi bilan boshqarishga yordam beradigan texnologiyalarni rivojlantirmoqda. Teaser ushbu tadqiqotlarga $200 million sarmoya kiritgan. Neuralink bu Elon Musk tomonidan asos solingan neyrotexnologik kompaniya bo'lib, u miya va kompyuter o'rtasida bevosita aloqa o'rnatish uchun imkoniyatlar ishlab chiqadi. Uning maqsadi falaj odamlarning harakatlanishini tiklash, sun'iy aql bilan integratsiyani kuchaytirish va men to'g'ridan-to'g'ri texnologiyalarga ulash imkoniyatiga ega. Teaser kompaniyasining ushbu tashabbusi falaj odamlarning hayoti sifatini yaxshilash va ularga texnologiya yordamida yanada mustaqil bo'lish imkonini yaratishga qaratilgan muhim qadamdir. Endi esa xalqaro yangiliklar. Pokiston Respublikasi bosh vaziri Shahboz Sharif rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Pokiston Respublikasi bosh vaziri Shahboz Sharifga ko'p qirrali O'zbekiston-Pokiston hamkorligini yanada rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan qo'shma deklaratsiya hamda ikki tomonlama oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to'g'risidagi bayonnomani imzoladi. Ikki mamlakat orasida fan, texnika va innovatsiyalar sohasidagi hamkorlik, diplomatik pasport egalarining vizasiz safarlari, professional ta'lim sohasida milliy axborot agentliklari o'rtasidagi hamkorlik, diplomatik akademiyalar, Toshkent va Lahor shaharlari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitimlar imzolandi. Endi esa sport yangiliklari bilan dasturimizda davom ettiramiz. Tailandda o'tayotgan xokkey bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida vatanimiz sharafini himoya qilayotgan O'zbekiston o'smirlar termasi navbatdagi turda g'alabaga erishdi. Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasining nimchorak bosqichida o'z maydonida Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubini qabul qilib, 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Jahon shaxmat federatsiyasi reytingini yangiladi. Ushbu yangilangan jahon reytingida kuchli 100likdan 5 nafar o'zbekistonlik grossmeyster o'rin oldi. Reytingda Nodirbek Abdusattorov 6-o'rinni, Javohir Sindorov esa 2 pog'onaga ko'tarilgan. Endi esa maktabimiz yangiliklari haqida. Mana orzu ko'p kutilgan bahor fasli ham kirib keldi. Bahor fasli kirib kelishidanoq bayramlarga ulanib ketadi. Bahorning ilk kunlarida 8-mart Onajonlar bayramini nishonlaymiz. Maktabimizda ham bu bayram ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Bu haqida muxbirimiz Erkabayeva Jasmina lavha tayyorlagan. Keling, birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Erkabayeva Jasmina. Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. Ushbu kun ayollarning barcha sohalarda erishgan muvaffaqiyatlari, ularning mehnati, sabr-toqatlari va fidoyiliklarini e'tirof etamiz. Bayram munosabati bilan maktabimizda ham tadbir o'tkazilmoqda. Keling, birgalikda kuzatamiz. Onangizni bir so'z bilan ta'riflab qo'ying.
Onam chiroyli va mehribon. Mas'uliyatli. Hayotim mazmuni. Muqaddas. Jannat onalar oyog'i ostida. Нейтрально. Ее невозможно описать одним словом. Добрая. Наша жизнь. Милая, лучшая. Tayyorlangan lavha uchun Erkaboy va Jasminaga rahmat aytamiz. Bugun sizlar bilan barcha bo'lishmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Siz bilan Sulton Murod Humoyin va Qurandoy va Layla bo'lishdi. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.